Qayerdan topaman bunaqasini dedi-ku, durishini qaranglar. Ajoyibgina vetrovkamiz aynan sizlar uchun bo'ladi. Однотонный, lishniy narsasi yo'q. Oldi polni plashovka bilan ishlangan qo'llarni durishini qaranglar. Jemper material bo'ladi, ya'ni sizning qalbingizda o'rnashib turadigan varianti bo'ladi. Yaqalar ham issiqqina o'shida xohlasangiz bunda ochib qo'ysangiz ham bo'ladi, xohlasangiz sovuqda diksa bo'yinlaringiz issiqqina turadi. Kisalarga keladigan bo'lsa, ko'rishingiz mumkin, zamok variantida ishlangan. Eng zo'r joyi borku, dapada bir zamok, pastda bir zamok. Kiyslar moshni duraveradi. Orqa tarafidan keladigan bo'lsak, orqa tarafdan polni jemper to'g'ridan ishlangani bo'ladi. Liboy narsa bilan kiysangizda, liboy bilan yarashib ketaveradi. Xudo xohlasa, aynan shuni qop-qora rasitda ham sotuvda bor. Toshni bir xil etib ishlangan kostyumlar esa lyuks bo'ladi, kiygan vaqti komfortni sezib turaverasiz. Dostavka kerak bo'lsa, bir telefon sozda dostavka ham qilib beramiz. Narxi qiziq bo'lsa, kommentariyada shunday bir narxda beringlar, o'zimiz javob beramiz.